Bugün 7. ayının 1. günü 90 günlük çeniq chiqijang e'lon qilishning 4. günü. Hozir 25 minutluk T25 focus ab intervals, yani bu qo'saq hareketi 25 minutluk tugatdim. Hozir beden sovutishni ilib boraman. Necha kundan beri to'liq filmni YouTube kanalimga chiqarayotgan. Hozir bugun chiqaramedim, sababi bu film, bu darslik pulga setilganligi bo'lganligi uchun inglizcha copyright, yani nashr huquqiga daxl yetkazgan bo'ldi ekanman. Shuningga naq maydonga chiqandim. Hozir beden sovutish. Bugün 7. ayının 1. günü. 4. gündeki çeniqish ağırlaştı. Hadi görüşelim. Hayır hoş.